Keling biz bu yerda table ochaylik. Table'imiz nomi task. Eng muhim va eng murakkab va eng kerak bo'lgan proyektimizdagi bu qism hisoblanadi, task. Bu bo'lmasa, butun proyektimiz prosta oddiygina hech narsaga yaroqsiz holatga kelib qoladi. Taskni to'liq ishlamasak. Xo'p, taskni id'si, taskni name'i bor, taskni description bor ekan. Description qani desangiz, description taskning ichiga kiradigan bo'lsam ko'rinadi mana. Taskning ichiga kiradigan bo'lsa mana description ko'rinadi. Hozircha keling, shuni yuqoridan ko'rib ketaylik. Taskni id'si, taskni name'i, taskning description'i, keyingisi taskning qolgan featlarni ko'rib ketamiz. Ana endi bir boshdan ko'rib chiqamiz. Chekiradigan bo'lsam, taskning name'i, mana bu yuqoridan ko'radigan bo'lsak, nimasi bor ekan? Taskning qanaqadir statusga tegishli ekan mana. Statusga tegishli ekan. Hozir qaysi status ekan? Yangi degan statusga tegishli ekan. Xuddi shunaqa narsasi bo'ladi demak. Xo'p, task status id'si bo'lar ekan, qaysidir statusga tegishli bo'lar ekan. Undan ham muhim narsasi, mana shu task, mana shu test 2 degan taskim qaysi kategoriyaga tegishli? Mana first step degan kategoriyaga. Har qanaqa task qanaqadir kategoriyaga tegishli bo'ladi. Kategoriyasiz task bo'lmaydi. Ya'niki proyektning bir ichidagi bir bo'limissiz task bo'lmaydi. Demak, bu test 2 degan taskim. Keling, shunda buni yozaylik. To'g'ri. Tz yozish degan misolda ochib olaylik mana. Tz yozish. Mana tz yozish degan task nimaga tegishli ekan? Spring degan proyektning first step degan kategoriyaga tegishli ekan. Har qanaqa taskning qanaqadir kategoriyaga tegishli bo'lishi bor ekan. Status id dan tashqari mana kategoriya id degan filda ham bo'lar ekan. Taskning name'i, taskning description'i, taskning statusi, birga nima qilish mumkin? Tasklarni biriktirish mumkin. Bittasini biriktirib emas, 2-3 ish qilish mumkin ekan. Shuning uchun bu yerda qarang, ko'prik belgisi qo'yib qo'yibdi mana. Mana bu user qilsin, shu bilan birga mana bu user qilsin deb mana qo'yib ketyapman. Shu bilan birga deylik, mana bu user qilsin. 3 ta userni qo'yib qo'ydim. Demak, tasklarga userlar biriktirilar ekan. Demak, bunga ko'radigan bo'lsak, taskning qaysi asosiga tegishli priority'si bor ekan. Priority bor ekan. Priority nima? Priorityni tushuntirish uchun muhimligi aslida priority. Priority mana bu yerda pastda kelgan aslida. Priority degan narsa bu yerda kelgan shekilli, yuqorida ko'rsatilgan priority haqida. Bu yoqda ham yo'q ekan priority haqida. Priority haqida men hozir mana bu yoqda bo'lsa kerak, priority haqida tushuntirilgani. Status yo'q ekan priority haqida. Priority aslida taskning darajasi ekan. Mana buni ko'radigan bo'lsam, mana bu yerda mana bu belgi priority mana set priority deyapti. Mana har xil belgilar, masalan, low, ya'ni oddiy task, past darajasi deyapman, normal holatda bajarilishi kerak. High degani juda muhim task, buni bajar degani. Masalan, bu esa yonyapti, ya'niki bu bajarmasang bo'lmaydi, proyekt to'xtab qoladi degan maqsadda priority qo'yishingiz mumkin ekan. Bu mana buni qo'yadigan bo'lsa, mana bu xodimlarga bir eslatma. Buni bajarmasang bo'lmaydi, buni bajar. Bunga aytayapmanki, bunga nima deyapman? Bu yerda olib tashlay. Buni bu yoqqa, misol uchun, buni ham bu yoqqa olib tashlay, qaytadan. Buni ham taskni bu yoqqa olib tashlay. Priority'siga misol deylik high qo'yaman. Demak, bajaruvchi, dasturchi ko'radi buni, bu muhimroq ekan deydi. Mana buni birinchi bajarishim kerak ekan deydi. Mana bu priority shu narsani bildiradi. Prioritylar ham har xil nima turlari bor ekan, qarang. Hozir 4 ta turi bor ekan. Buni ham rangi bor ekan, boshqa fitlari bor ekan. Keling, buni ham bitta alohida nima qilib olamiz? Table qilib olamiz, priorityni ham. Priority ham alohida table qilamiz. Buni mana bu priority'ni id'si bo'lar ekan, name'i bo'lar ekan. Mana bu yerda priority'ni id'si, name'i va nimasi bo'ladi? Iconi bor ekan. Priority'ni id'si, name'i va iconi bor ekan. Butun bu tizim uchun yagona bo'ladi. Unda aynan bitta ishxona uchun emas, butun ClickUp uchun bu yagona bo'ladi bu priority'lar. Bu narsani olib tashlayman, bo'ldi. Iconning id. Demak, taskda nimasi bor ekan? Taskning priority id'si bor ekan. Task qanaqadir priority'ga
yo'lak task. Mana misol deylik. Xo'p, design qilish. Dizayn degan qilish degandan prioritysi yo'q mana. Priority biriktirmaganman bunga. Yoki mana qilib qilsam yo'q prioritysi. Buni priorityni olib tashlashim mumkin. Mana qilib qo'ymasam prioritysi yo'q bu taskni. Demak, test degan taskni prioritysi yo'q. Priority bo'lmasligi ham mumkin ekan. Xo'p, keyingi fieldni bu yerdan ko'rib ketaylik. Sub tasklar bo'lar ekan. Buni ko'rish uchun yana keling bunga o'tamiz. Bitta taskni ham sub task bo'ladi. Sub task yana ozki tasklar, ya'ni kichkina tasklar degani. Bitta proyektda bir nechta sub task bo'lishi mumkin ekan. Birinchisi tizimni o'rganish dedim. Mana tizimni o'rganish dedim. Bunga ham vaqt qo'yishingiz mumkin, boshqa narsa qo'yishingiz mumkin. Tizimni o'rganish, undan keyin xulosa qilish, misol uchun keyin tezi yozishga kirishish degan misol mana sub tasklarni qo'ydim. Mana shu taskga. Taskning sub tasklari bo'lar ekan. Sub tasklar ham xuddi aslida task. Aslida bu ham task, bitta task. Unga ham xohlagan narsa qilsa bo'ladi mana. Bunga ham buni fitlari bor ekan bu ham. Aslida bu ham task. Shuning uchun biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa priority iddan tashqari sub tasklar ham bo'lishi mumkin ekan. Sub tasklarni qanday yozaman desangiz, boshqa table ochamanmi? Sub task degan table yo'q. Taskni o'zini ichiga o'zini chaqirish orqali foydalansak bo'ladi. Buning uchun muhim narsa anaqa narsa deymiz. Parent task id degani. Misol uchun siz bir idsi 1 bo'lgan task ochdingiz, uni nima misol tez yozish dedingiz. Description qo'ydingiz. Bu kimni aslida bolasi? Bu tez yozishning bolasi, to'g'rimi? Endi yozyapmiz. idsi 2. Name nima ekan? Tizimni o'rganish. Yaxshi. Description xohlasa yozasiz, xohlasa yozmaysiz. Mana description yozsangiz ham bo'ladi. Bu yerda ko'rsatmagan faqat xolos mana. Endi u nimasi bor ekan? Status bor ekan. U ham qaysi kategoriyaga tegishli bo'lar ekan va u ham qaysi priorities bo'lar ekan va u ham qaysi nima null bo'lsa, u nima ekan? Haqiqiy task, hech kimga tobe bo'lmagan task. Qachonki parent task idsi bo'ladigan bo'lsa, u kimnidir bolasi. Ya'ni mana bu bo'lyapti. Mana bu. Buni bolasi ekan. Xo'p, buni ham ma'lum bir odamga biriktiramiz, u bitta userga biriktirilar ekan bu holatda. Demak, kopiya qilib sub task degan table misol uchun olib tashlayman. Status idsi bo'ladi, chunki mana bu yerda anaqa nimasi bor, taskning statuslari bor ekan. Status idsi bo'ladi. Kategoriya idsi bo'lish shart emas, chunki bu aynan nimani ichiga turibdi? Qaysi taskning ichiga turibdi? Qaysi taskning ichiga turgan bo'ladi? Buni olib tashlagan bo'ladi bu fieldni va prioritysi bunda nima bor ekan? Priority bunda bor ekan, mana prioritysi bor ekan. Priority bor ekan bunda. Bunda boshqa fieldlar ham bor. Umumiy olib qaraganda bundan farq qiladigan joyi qarib qolmadi. Faqatgina kategoriya idligidan qoldi xolos. Demak, biz buni sub task degan alohida table ochsak ham bo'ladi yoki bitta tableda ikkita maqsadda foydalansak bo'ladi. Ham task uchun, ham sub task uchun foydalansak bo'ladi. Keling, biz yaxshiroq universal yo'ldan foydalanaylik. Universal yo'li bu taskning ichida, ya'ni taskning ikkita maqsadda foydalanish. Birinchisi ham task, ham sub task sifatida foydalanish bo'ladi. Demak, bu parent task id qachon bo'lar ekan? U mana bunda, buni parent task idsi bo'ladi. Bunichi sub tasklarning esa parent task idsi bo'lar ekan. Demak, bu shuni ko'rdik hozircha. Demak, sub tasklarni alohida table qildik. Mana shu table aslida task table. Keyin unga nima qilish mumkin? Userni biriktirish mumkin ekan, unga priorityni qo'yish mumkin ekan va uni statusi bo'lar ekan. Bularni biriktirdik va shu bilan birga hozir yana ko'rib chiqamiz bu yerda. Taskning boshlanish va yakunlanish vaqti bo'lar ekan. Buni qayerda qo'yapti? Mana bu yerda mana due date'ni bosadigan bo'lsak, mana taskning boshlanish vaqti. Taskning boshlanish vaqti deylik, mana ertaga boshlansin, soat 9:30 da boshlansin. Yakunlanish vaqti 29-sana deylik 10:00 mana. Taskning boshlanish vaqti va yakunlanish vaqti mana. Taskning ikkita holat bor ekan.
demak bu holatdan bu holatgacha bo'lgan vaqt, ya'ni boshlanish va yakunlanish vaqti bo'lgan. U narsani yozadigan joyimiz bizga bu table column kerak. Demak bu start due date degan ekan, mana yakunlanish vaqti. Demak boshlanish mana bu yoqda faqatgina nima tanlash mumkin ekan? Sana tanlab qo'yish mumkin ekan. Soat tanlamasligim ham mumkin ekan mana. Agar soat tanlasam boshqacha narsa bo'ladi. Farqi bor ekan. O'sha uchun biz nima deymiz? Agar faqat kunni o'zi bergan bo'lsa, start date bo'laversin. Ya'ni oddiy date bo'lsin. Agar uni soati bo'ladigan bo'lsa, soatlikligini bilishimiz kerak. Buning uchun biz alohida filtr qo'ysak ham bo'ladi, alohida filtr qo'ymasak ham bo'ladi. Keling, umumiy holatda mana bunga soat yo'qmi hozir? Soati yo'q bo'ladigan bo'lsa, mana bu holatda soatini 30-aprel qo'yib qarang bunda. Bunda ertaga, misol 22-aprel kuni soat 8:00 da deyapti. Bu soatlik bilan soatsizni farqi nima desangiz, bu muhim. Shuning uchun ham biz mana yerda filtr qo'shib ketamiz. Nima qanday filtr qo'shamiz? Start etdan keyin, hop, start time has degan boolean qo'yib qo'yaman. Demak, soatlikmi demoqchiman. Vaqti ham mana bunchalik bo'ladi aslida. Hop, keyingisi bundan keyin bitta filtr ochaman. Hop, time has degan hozircha tushunishingiz uchun nima ochyapman? Bitta column ochyapman. Bu muhim, aynan soatlari ham berilishi, soat berilganmi, soat berilmaganligini ham bilish muhim task uchun. Keyingisi taskda nimasi bor ekan? Taskga priorityni qo'ydik. Taskga prioritysi bo'ldi. Taskning subtasklarini ham qo'ydik, gaplashib oldik bu masalani ham. Taskning keyingi qo'yishimiz mumkin bo'lgan fitlarni bir boshdan ichidan kirib ko'rib ketaveramiz. Mana, xo'p, taskning comment bo'lar ekan, taskga mana taskga comment yozish mumkin ekan. Buni ham yozib qo'yamiz. Mana bu task uchun birinchi comment dedim, mana yozib ketdim. Endi ikkinchi komment deb yozib ketadigan bo'lsam, bu ikkinchi komment bo'ladi. Alohida kommentlarni saqlaydigan joy kerak ekan mana. Kommentlar uchun saqlaydigan joy kerak ekan. Kommentlarni alohida saqlaydigan joyimiz table ochamiz biz uchun alohida, yana taskni hali yakunlamadik. Shuning uchun ham davom etamiz bu yerda. Comment degan obyekt ochamiz. Comment ichirmasi bor ekan. Commentning id'si bo'ladi, commentning name'i bo'ladi. Xo'p, commentni keyin biriktirilgan odam bo'lar ekan. Mana commentga ham odamlar biriktirsa bo'lar ekan. Bemalol userlarni biriktirsa bo'lar ekan. Buning uchun bizda demak comment id'si, name'i, text, shu name deganda text ma'nosini tushundik. Xo'p, assign qilingan odamlar keyin taskga task id'si, name'i va qaysi taskga biriktirilganligi bo'lar ekan. Taskning shu comment qaysi taskga tegishli. Demak, shuning uchun task id'ni bu yoqqa yozib qo'ydim. Qolgan fieldni hozircha kerak emas, uni kimga biriktirilganligi, assignligi hozircha biz uchun muhim emas. Uning uchun alohida table ochish kerak bo'lib qoladi, vaqtimiz ketib qoladi uchun. Demak, comment degan narsani tushunib olgan bo'lsak bo'ldi. Demak, buni ham bu yoqqa ulab qo'yamiz. Yaxshi. Keyingisi bu tomon ham bo'ldi. Endi bu yoqda estimate task, ya'ni taskga beriladigan vaqt. Misol uchun deylik 15 soat. Mana 15 soat desam, bu taskga 15 soat vaqt berilibdi. Bu taskni bajarish uchun 15 soatdan oshib ketsa, menga xabar keladi. Bu taskni bajaruvchi odam 15 soatdan oshib ketdi degan xabar kelishi uchun bu estimate degan filtr qo'yilgan. Xo'p, uni ham task ichida shunaqa filtr bor ekan. Xo'p, unda nima qilamiz? Xo'p, bu yerda bitta filtr ochamiz. Estimate. Xo'p, time. Keling, buni eng yaxshi narsa o'zi sekundda o'lchash kerak. Mana buni ochadigan bo'lsak, mana 10 desam sekund minimum. Buni bosadigan bo'lsam hours. Agar buni bosadigan bo'lsam days. Buni bosadigan bo'lsam week. Buni bosadigan bo'lsam minut. Mana buni bosadigan bo'lsam mana month. Buni bosadigan bo'lsam yearlar ko'rsatadi. Demak, biz ham har doim nimaga olamiz? Oddiy sekund, millisekundda hisoblasak yaxshiroq bo'ladi. Demak, buni bunday qilib qo'yaman. Long da hisoblaymiz. Long da hisoblaymiz bu narsani. Taskga berilgan vaqt. Shunchadan oshsa menga xabar kelsin degan maqsad ekan. Xo'p, keyin task nimasi bor ekan? Credit etib, bu albatta ola olamiz bu narsani. Xo'p, keyin taskning muhim narsasi subtasklarni ham gaplashib oldik va
Taskda checklist degan narsa bor ekan. Bajarilmagan bildirish narsa ekan. Checklistlarni ham nomi bo'lar ekan. Bitta taskni o'ziga bir necha checklistlar qo'yishimiz mumkin ekan. Hozircha bu checklistni olib tashlay. Xo'p, mana checklistda nima qo'yamiz? Mana checklistni buni ham olib tashlayman. Bu mana turibdi o'zi. Xo'p, demak birinchisi o'rganish dedim, mana o'rganish dedim. Yana plusni bosadigan bo'lsam, keyingisi tekshirish degan uzr, mana bu yozaman. Xo'p, tekshirish degan checklist bitta checklistning ichiga ikkinchi task mayda taskchalarni qo'yib qo'ydim. Xo'p, xulosa degan avvalgisi degan checklist qo'yib qo'ydim. Keyin bunisini nomi ikkinchisi degan checklist qo'yib qo'ydim. Bitta checklistning ichiga bir necha check itemlar bo'lyapti. Mana misol birinchisi endi tz boshlash, nima misol tzni yakunlash, itemlar bo'lyapti. Mana buni chiqib ketadigan bo'lsam, mana bu yerda ko'rsangiz bo'ladi bu narsani. Mana bu 3 ta subtask bor ekan. Nima deyapti? 5 ta checklist bor ekan. Check deganda mana bunaqa narsa nazarda tutib gaplashyapmiz biz. Mana bu. Mana o'rganish bo'ldi desam, pitichga qo'ysam, bu nimaga o'tdi? Complete o'tib qoldi. Tekshirish ham bo'ldi desam, pitichga qo'ysam o'tib ketdi. Xulosa ham bo'ldi desam, bu 3 ta complete bo'ldi o'sha. Endi tzni boshlandi desam, bu checklar ekan. Bu narsalar ham alohida qayerdadir saqlashimiz kerak. Bu narsani ikkita table ochamiz bunga. Birinchisi table nomi kerak, mana bu yerda ochaylik. Aniqrog'i. Xo'p. Faqat bor yo'g'i. Uni ID'si bo'ladi, name bo'ladi va qaysi taskga tegishli bo'ladi checklist. Ana endi ichidagi mana bularchi? Mana buchi? Test degan narsa qo'yib. Mana bularchi? Bular item, ya'ni checklistning itemlari hisoblanadi. Xo'p, uning uchun mana qilamiz. Checklist item deb qo'yaylik. Mana checklist item. Bu nimasi bo'ladi? Buni ham ID'si bo'ladi, name bo'ladi. Mana ID'si, name bo'ladi. Uni task ID'si bo'lmaydi endi. Nimaga? Chunki mana bu taskga tegishli emas mana bu. Nimaga tegishli? Checklistga tegishli. Mana bu ikkinchisi degan checklistga tegishli. Sal murakkablashyapmiz, lekin biz protsessni shunaqa deb tushunmasak ilojimiz yo'q. Agar biz sodda narsani oddiyda kurut qilib kursni bitirib olsak, biz kursni bitir degan nom paydo kerak emas bizga. Bitirib ol degan narsa kerak. Bizga aynan rezultat ko'rsatishimiz kerak. O'sha uchun bizda murakkablashamiz kerak bo'lsa, bu narsani tushunish uchun qayta o'zingiz bu ClickUp'da kirib ko'rsangiz, aynan biz nima uchun ClickUp qilamiz? Juda murakkab aslida ClickUp. Soddadan qilsak bo'lardi, lekin siz biror bir narsani o'rganish uchun soddalik yaxshi emas. Ya'ni bu yerda murakkabroq narsani o'rgansangiz, undan keyingi qiyin tasklarni ham siz bajara olasiz. Ya'ni biznes logikamiz oshadi. Shuning uchun bu narsani sizga majburiy o'rganasiz, o'rganishingiz kerak aslida. Qachonki siz agar faqat developer bo'lmoqchi bo'lsangiz, agar koder bo'lmoqchi bo'lsangiz, shart emas bunaqa narsani o'rganish. Koderga mana buni bajar deydi, o'zi buni bajarib ketaveradi. U mantiqan qaragan bo'lsak, fikrlash, masalani yechishga koderni shart emas. Developer masalani yechuvchi odam aslida. Biz developer bo'lishimiz kerak aslida, siz ham biz ham. Shuning uchun bu narsaga muhimroq kirishyapmiz. Shuning uchun ham ozgina o'zimizni qiynashga to'g'ri keladi bu masalada. Checklistlar taskning ichiga tegishli bo'lgan, xuddi subtaskga o'xshab. Checklist item esa qaysi checklistni ichiga tegishli bo'ladi. Checklist mana siz 10 ta checklist ochib olingiz, mana bu degan checklist ochdingizda, checklistingizning ichiga ham itemlar bor. Har bittasiga pitichga qo'ysa, bu checklist yopiladi. 10 ta checklisti bor, 10 ta itemi bo'lgan checklist bo'lgan bo'lsa, 10 ta itemi bajarilsagina bu checklist yopiladi. Bu checklist ham hammasi bitta nimaga tegishli? Taskga tegishli, mana vazifaga tegishli ekan. Tushunarli-a? Checklistlarning ichiga itemi bo'ladi. Checklistni o'zi ham qaysi taskga tegishli bo'ladi. Tushunarli-a? Bizning eng muhim narsa bu task deganimiz shuncha edi. Checklist item uning ID'si bo'lar ekan, name bo'lar ekan va u qaysidir nimaga tegishli bo'ladi? Checklistga tegishli bo'lar ekan. Va shu bilan birga mana pitichga qo'ysak, ya'ni boolean bu ayniqrog'i bajarildi. Mana hozir bu nima qilgan? Bajarilmadi degan. Bajarilmagan hol turibdi. Demak bizga keyingi field nima ekan?
resolved deylik, ya'ni hal qilindi, masala yechildi degan, resolve qilindi degan masalada check degan bo'ladi. Aslida men resolve tanlab qo'ydim. Klikib ham xuddi shunaqa narsa ishlatgan ekan, shuning uchun. Xo'p, keyingisi buni borsam ham resolved bo'ldi, completed bo'ldi aniqrog'i. Buni borsam ham bu ham completed bo'ldi. Endi yangi degan bitta check o'tadigan bo'lsam, bunda yana narsa bor ekan. Assign bitta checkga bitta nimaga biriktirar ekan? User biriktirar ekan mana. User biriktirsa bo'lar ekan. Demak, bunda nima bor ekan? User ham biriktirar ekan. Demak, bunda ham field qo'shib qo'yamiz. Shu bilan birga assign user id. Bu bo'lishi mumkin, bo'lmasligi mumkin. Ya'ni bironta checklist bironta userga biriktirilmasligi ham mumkin. Biriktirilmasa bu taskni biriktirgan odam o'zi hal qiladi bu muammoni. Shuning uchun bu bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Buni mana bu bajaradi. Buni esa deylik hech kim bajarmaydi hozir. Demak, asli bajarish kerak, taskni egasi bajaradi. Uchalasi bittasi bajarish kerak. Keling, buni mana bunga biriktirib qo'yaman. Mana shunga biriktirib qo'yaman mana. Inshaalloh tushunib oldik. Keyingi qismni taskga o'tamiz. Bu qismlarimiz ham bo'ldi va eng muhim qism bu yana bitta attachment. O'zi task eng muhim deganimizda uni ichidagi fitlar bor ekan, attachments. Attachments bu biriktirilganlar degani, bizning holatimizda bu fayllar degani. Bitta taskga bir necha fayllarni biriktirsak bo'lar ekan mana. Fayllarni ClickUp'da faqat kompyuteringizda emas, biror bir cloudlardan olishingiz mumkin ekan. Misol uchun deylik, mana bu yerda OneDrive'dan olishingiz mumkin, Google Drive'dan olishingiz mumkin yoki kompyuteringizdan yoki New Doc qilishingiz mumkin ekan. Biz hozircha faqat kompyuterimizdan olamiz, tasavvur qilamiz. Shuncha upload faylni bosadigan bo'lsam, men mana bu yerda biror bitta faylni yukladim mana. Fayl yuklanyapti, mana 2 kilobayt ekan, mana yuklandi. Mana bu fayl biriktirildi shu taskga. Attachment. Bir necha attachment nima qilinishi mumkin, biriktirilishi mumkin ekan bitta taskga. Demak, bizga keyingi holatimiz attachment degan tableimiz bor, mana fayllar uchun tableimiz bor. Task degan tableimiz ham bor. Tasklarga bir necha attachment biriktirilishi mumkin ekan. Uni one to many qilib emas, alohida nima qilib ochamiz? Yana table qilib ochamiz. U table nomi keling task attachment degan nom qo'yib olamiz. Task attachment nom qo'yib olamiz. O'zi bu narsalarda aynan arxitekturani qurib olish muhim, chunki kod yozish kam bo'ladi. Arxitektura xato, noto'g'ri qo'yilgan bo'lsa, kod yozish juda ko'p bo'ladi va hech qachon natijaga erisha olmaysiz. Chunki xato narsa har doim qachondir pam beradi. Misol uchun bir uyni quryapsiz, fundamenti qiyshiq, xato qurildi, bo'ldi. Siz uni g'ishtini tering, qiynalib g'isht terasiz, mayli bir balo qilib g'isht terib oldingiz. Eshiklarni ham qo'yib oldingiz, ustini yopishga ham juda qiynalib ustini yopib oldingiz, chunki qiyshiqda fundamentda. Lekin xato bo'lgani uchun erta bir zilzila bo'ladigan bo'lsa, uy ag'anab ketadigan, yiqilib ketadi. Shuning uchun biz demak fundamentni yaxshi qurib olaylik, ya'ni strukturani zo'r qurib olaylik. Uni xohlagan paytda ID'si bo'lar ekan o'zi, shu tablening ID'si va taskning ID'si bo'lar ekan va attachmentning ID'si bo'lar ekan. Attachmentning ID'si bo'lar ekan. Yana nimasi bo'lar ekan? Keyin bu attachmentni mana hozir ham bitta fayl yuklasam yaxshiroq ko'rib olasiz. Bitta fayl yuklayman. Yana boshqa bitta fayl, birinchi vazifa degan faylni yuklayman. Mana chiqib ketadigan bo'lsam, mana vazifa ikkinchisi yuklandi, yuklanibdi. Faqat o'zi qayta menga yuklab olyapti. Mana endi bitta faylda, bitta taskda ikkita fayl bor ekan mana. Ikkita fayl bor ekan. Ko'radigan bo'lsak, bu hali yuklanmabdi shekilli, yuklanmabdi ekan. Yuklab olaylik birdaniga. Deylik, birinchi mana ekmani belgisini qo'yib qo'yaylik. Yuklanibdi mana, endi yuklandi. Mana hozir mana shunday holatga bo'lsa, PDP degan mana bu fayl bunga ko'rsatib turibdi, to'g'rimi? Men shunda deylik, mana buni pin cover image qilmoqchiman. Bu pin bo'lib tursin deyapman mana. Kirganda ham mana bu tursin deyapman. Pin bo'lib tursin, task bilan bir xil tursin deyapman. Xuddi shu narsani xohladim, mana taskga kirganda ham birinchi rasm turishini xohlaganim uchun pin qilib qo'ysam, bu yoqqa tushib qolar ekan. Pinni olib tashlasangiz, bu ana joyiga qaytib qolar ekan. Bu narsa backendda saqlanishi kerak albatta, chunki frontend shunga qarab obyektlarni munosabat bildiradi. Uning uchun ham fieldimiz bo'lar ekan bizda attachment ID dan tashqari, demak pin
cover image degan nimamiz bor ekan, boolean bo'lar ekan. Bu true yoki false bo'lar ekan. Defaultda false bo'ladi. Buni qachondir yoqib qo'yadigan bo'lsak, true bo'ladi. Xo'p, buni yoqib qo'ydikmi? Buni ham yoqib qo'ysak, mana qarang, bittasi doim ishlaydi mana. Bittasi doim ishlaydi. Ikkalasi bir vaqtda pin bo'la olmas ekan. Xo'p, attachmentlarni ham tushunib oldik. Demak, bitta faylga bir necha attachmentlar bo'lar ekan. Yaxshi. Ana endi keyingi qilishimiz kerak bo'lgan obyekt bizda nima edi? Bu yoqda time track degan obyekt bor ekan. Time tracker bu muhim narsa bu ham. Bu nima? Siz biror bir taskni vazifasini bajarishni boshladingiz. Mana buni yoqib qo'yasiz mana. Yoqib qo'yasiz. Mana yondi. Ishni bajarib bo'ldingiz, kodlaringizni o'tdingiz, bu yoqqa ishingizni bajarib yakunladingizda, deylik, ish vaqtingiz tugadi yoki misol uchun. Yo vazifani yakunladingiz misol uchun. Vazifani yakunladingiz, mana buni nima qilasiz? Stop timer qilib qo'yasiz, bo'ldi. Demak, sizda bu rahbariyat yoki bunday ishxona sizda necha minut, necha daqiqa, necha soat, necha kun ishlaganingizni bilish uchun bu time trackerlar kerak ekan. Buni mana istoriyasini, tarixini ko'radigan bo'lsangiz, mana buni bosadigan bo'lsam, 12 sekund ishlagan ekan. Yana yoqib qo'yaman. Men ertasi kun ishga keldim. Ya'ni ertasi kun vazifa bajarishni boshladim. Men ertasi kun vazifa bajarishni boshlasam, yana qanaqadir mana shu time trackerni yoqib qo'ydim. Ana endi bugungi yana ish vaqtim tugadi deylik. Yana buni yakunladim. Ana endi rahbariyat meni qancha ishlaganimni ko'rmoqchi bo'lsa, mana ko'rib turibdi. 8 sekund mana yerda xato ketib qolibdi mana bular. Olib tashlayman. Mana 8 sekund ishlabman, keyin 12 sekund ishlabman. Vaqti ham turibdi. Qarang, 16-aprel mana shunaqa deb. Umumiy jami turibdi, 20 sekund ishladi bu turibdi. Demak, umumiy olib qaraganda time trackerlar ham muhim ekan. Time trackerni ham biz alohida nima qilishimiz kerak? Table qilishimiz kerak ekan. Hali task lekin bizda hali yakuniga yetmadi. Keyingi ochadigan tableimiz bu time tracker table edi.